Chortoq nomini nimadan olingan? Nima uchun Chortoq deb To'rtta tomoni tog' bo'lgani uchun Chortoq deyilgan. to'rtta tomoni tog' degani. Chortoqda shu bitta xonlik o'tgan, shuni to'rtta qizi bo'lgan. Qizim yerda yurmasin deb osma ko'prik qilgan to'rtta baland. Shunda to'rtta taxt qilib bergan qizlar. Shundan keyin Chortoq deb Chortoq deyilgan. Demak, bizda ikki xil taxmin bor. Ulardan qaysi biri to'g'ri? Chortoqda Chortoq deb aytilishi, Chor taxt deb aytilishi xalq orasida ko'p uchraydi. So'zni kelib chiqishiga boshqacha ma'no ham berish mumkin. Endi fors tiliga oladigan bo'lsak, Chexor degani to'r degani, roh degani yo'l degani, Qashqardan yo'lga chiqqan savdogarlar karvoni Chortoq orqali Kosonga qarab o'tib ketgan. Men tarixchi emasman. Oddiy bir o'qituvchiman. Lekin shu tug'ilib o'sgan yurtimni tarixini o'rganish uchun harakat qilib, juda ham qiziqqanligimdan shuni o'rganib yuribman. Chortoq yarim asrdan buyon o'zining shifobaxsh loyilari bilan odamlarning dardiga malham beradi. Bu yerdagi kurort ham yer tagidan qaynab chiqadigan minerallarga boy buloqlar bilan mashhur. Suv ozgina ilinmalar, sho'rroq, tuxumni ta'mi keladi. Unchalik mazali deb aytolmayman, lekin shifobaxsh ekanligiga ishonaman. Albatta. Shifobaxsh. Bu joy tuzli g'or deb nomlanadi. Yaxshi, menga yoqdi. Yaxshi dam oladigan joy. Yaxshi o'tiribsizlarmi menga? Bu yerda o'zi necha minut o'tiriladi? 20 minut o'tiriladi. Yaxshi. Kutilmagan holat sanatoriyada kelin-kuyovlar yurishibdi. Namanganda to'y marosimlari davomiy. Mana bu sahna ko'rinishi. Kelinni folklor ansamblining yor-yorlari qurshovida olib keladilar. Odatlarimizga ko'ra kuyovning onasi kelinga tilla uzuk sovg'a qiladi. Kelinchak ozroq noz qiladi-yu, baribir qabul qiladi. Paxta hamda non oiladagi pokizalik va birdamlikning ramzidir. Bunisi Chortoq tumanining o'ziga xos to'y marosimi. Parda ortida kelinchak yashiringan. 12 ta 15 ta belvoq bog'latiladi, beli mahkam bo'lsin. Kuyov bola hovlida to'ynalarni qabul qiladi. Kelinchak hali ham parda ortida. Vatanjonlari sog' bo'lsin. Kuyovning beliga kelinchak o'z qo'llari bilan tikkan belbog'ni bog'lashadi.
Urf-odatlarimizga ko'ra, jajji bola kelinning yuzidagi yopinchiqni olib yuzini ochadi. Nurbek kela bo'lib, kela qo'y. Tez olginda mana uni voyindan. Qoch, tez qoch. Qoch. Buyursinmi? Kuyov hali ham to'yini qabul qilyapti. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Kelin yangasi kuyovning oyoq kiyimini yangisiga almashtiradi. Mashhura qora zakovga barakat. Va nihoyat hamma rasm-rusumlarni bajargandan keyingina kelin kuyovni o'z holiga qo'yishdi. Biroq mehmonlar uchun to'y endi avjiga chiqdi. Bu Balandqo'rg'on bolakaylarning eng sevimli joyi. Mahalliy bolalar mazza qilib o'ynashadi. Hozir o'yingohga aylangan bu joy bir paytlar Farg'ona vodiysining poytaxti afsonaviy Axsi kent bo'lgan. Bu shahar nihoyatda gullab yashnagan, rivojlangan shahar bo'lgan. 1620-yilda bu shaharda juda qattiq zilzila bo'lgan. Zilzila shunday qattiq bo'lganki, hatto Sirdaryodagi baliqlar ham tashqariga chiqib ketib qolgan. Shu 1620-yilda yuz bergan zilzila natijasida shahar mana shu holatga kelgan. Shundan keyin bu shahar tiklanmadi. Axsi so'zi dastlab Agzi nomi bilan atalib kelgan, keyin xalq tilida Axsi bo'lib, talaffuzda shunaqa bo'lib ketgan. Kent bu shahar nomi. Zilziladan keyin odamlar qo'rqib, boshqa tomonga keta boshlagan. Voqeadan keyin shahar qaytib tiklanmadi. Shaharning g'arbiy tomonida Umarshayx Mirzo tomonidan yangi Axsi qurishga qaror qilindi. Endi shahar qurilishiga e'tibor berish maqsadida qo'ylarni so'yib, turli joylarga osib qo'yishdi. Qo'y go'shti qayda o'sha yaxshi saqlangan joyga shahar qurishga qaror qilinib, qurilishiga e'tibor bergan soha shaharning iqlimi bo'ldi. Qiziqki, hozir mana shu joylarga qo'ylarni so'yib qo'yib qo'yilsa, go'sht qanaqa saqlanadi? Menimcha yaxshi saqlansa kerak. Mana o'zlaring ko'rdilaring, daryo 25-30 metr pastda oqyapti. Shahar balandda joylashgan. Ob-havosi nihoyatda yaxshi, toza. Men Fatima, men Zuhra. To'p. Mamlakat qimillamagingda. Qimirlamayman. Orqamda ko'rmaslik kerak-da. Qo'limni qimillataman xolos. Men Fatima degandim. Hech nima qilma. Men Fatima, men Zuhra. Biz pishtirangni yoqtiramiz va pishtirangli uyda yashaymiz. Qo'shig'imizning nomi Yangi avlod. Erga toymiz biz ilmoq, o'ynab bo'lib tolmaymiz. Jamoatga birlashib, yuzgulikka chorlaymiz. Erga toymiz biz ilmoq, o'ynab bo'lib tolmaymiz. Jamoatga birlashib, yuzgulikka chorlaymiz. Gul o'zbek elining biz egizak qizimiz, Barchinoyning vorisi, Tomaris ildizimiz. Men Fatima, men Zuhra, yangi avlod bolasi.
Qaysi biringlar Fotima? Men Fotima. O'zbekistonning xilma-xil patir nonlari orasida bizning chirmoy nonimiz ta'mi va ifori bilan ajralib turadi. Hattoki uni parhez taomlari sirasiga ham kiritish mumkin. Bu naqd sog'liq garovidir. Uni bor siri tayyorlash jarayonida. Arpa badiyonni hot suyda bo'ladi. Ta'mi non qo'shganda boshqacha ta'm buniki. Na mehnati qiyinroq. Buniki tayyorlash usuliga ham qiyin, ammo shifobaxsh narsa bu. Biz antiqa kasb egasining uyiga keldik. Bu inson shirmoynonni xamir turishini ustasi. Qadimda novvoylar ham o'sha haliga ham turishar ekan. Mana shu no'xat bilan arpa badiyonni suyini quyib tayyorlanadi. Mana shu chaqilgan no'xatni mana bu idishga solamiz. Arpa badiyonni suyini mana shu idishga quyib qo'yamiz. Mana shu idishlarga arpa badiyonni suvi bilan no'xat 12 soat, 14 soat bir xil temperaturada turadi. Bu kamroq emasmi? Ana xamir turishi bu ko'payadimi? Bu ko'payadi. Qancha nonga yetadi? 2000 ta shirmoy qilsa bo'ladi mana shunda. Mana shunda bo'lib tayyorlanadi mana bunda. Ham turishi o'lib, bundoq kichkina pag'ircha qilinadi, u ko'tarilib, lekin ham turish bo'ladi. Shundan shirmoy qilinadi. Shirmoy non tayyorlash uchun juda ko'p miqdorda un kerak bo'ladi. Mazali nonni ta'mini totib ko'rmoqchi bo'lsangiz, quyidagi retseptni tavsiya etamiz. Namanganliklar potli qizlarni eng chiroyli qizlar deb hisoblashadi. Ularning yuzlarini shirmoy nonga o'xshatishadi. Shunaqami? Lekin bu haqda keyingi ko'rsatmamizda.